O'zim uslubimda ikkitasi bittada bo'lgan vareniya jem tayyorlaymiz. Qulupnayli ishimizni katta qulupnaylarni yuvib tozalab olishdan boshlaymiz. Kattasini shunaqa bo'lib oldim. Kichkinasini faqat yuvib tozalab oldim. To'ralganini men shunaqa ezib olaman. Birinchi katta to'g'ramga to'ralganini birga bir shakar bilan sovib olib, shunaqa ustidan sokini chiqarib olaman qizlar. Ko'pigini olib tashlaymiz. Keyin bo'lsa maydasini bo'linmaganini solamiz. Limon rangi chiroyli chiqishi uchun qo'shib olaman. O'shaga olganingizda xuddi shu holatga kelgandan keyin gazni tagini o'chirib olasiz. Bonkalarni bo'lsa sterilizatsiya qilib olamiz. Vareniyalarimni yopish uchun bo'lsa, Milliy surur brendi ostida ancha yildan beri ishlab chiqarilayotgan ishonchli har xil turdagi oddiy esko va burama twist off metal qopqonlardan foydalanamiz. Kumush rang qopqon universalniy tilla rangi bo'lsa kompot va murabbolarga mo'ljallangan. Hammalarga tavsiya qilib qolaman. Men bo'lsa twist off metalligidan foydalandim. Kommentariyada o'z uslubingiz bilan ham bo'lishib keting, balki kimgadir foydali bo'lar. Meni ham uslubim yoqqan bo'lsa, hammalardan like va kommentariy kutib qolaman. Birinchi katta qulupnayni ezib olganimdan maqsad ko'rib turganingizdek, do olganingizda ham yirigi ham bo'ladi, ham maydasi ezilgan bo'lib, vareniya jem sifat bo'ladi. Mazasi gap bo'lishi mumkin emas. Olinglar.